2012-yil 14-noyabr Tehron Ozodiy stadioni. Shu kuni Ulug'bek Baqoyev o'z goli bilan milliy jamoamizga tarixiy g'alaba taqdim etgandi. Oradan yillar o'tdi. O'zbekiston milliy terma jamoasida yangi qahramonlar paydo bo'lmoqda. 25-mart kuni Jahon chempionati saralashi doirasida Timur Kapadze shogirdlari bilan Tehronga safar qiladi. Eron va O'zbekiston terma jamoalari bahsi. Guruhning eng markaziy o'yini. 25-mart kuni soat 20:50 dan boshlab hal qiluvchi uchrashuvni Sport telekanalida tomosha qiling.